Bizda hamma yoq sirk bo'lyapti. Dahshat bo'lyapti. Iltimos xalqim biz uchun duo qilinglar. Shanba kuni Dubayda vaziyat keskinlashgani haqida ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Eron tomonidan zarba berilgani aytilmoqda. Portlashlar bo'lgani haqida ma'lumotlar tarqaldi. Munisa Rizayeva ham Dubayda bo'lgani, urush zonasida qolib ketgani va o'zi bir o'limdan qolganini. Hamma do'stlarim, uydilarim panika tushib qolishgan. Biz Dubaydamiz. Hamma yozyapti, telefon qilishyapti. Birinchidan kattakon rahmat. Storiesga joylagani aytilmoqda. Dubayda ko'plab o'zbeklar bor. Ayrimlari chamadon bilan ko'chada yurgani. Mana endi vahima boshlandi. To'xtovsiz atrofimizga tushyapti. Pasportlarni olib chiqib olganmiz. So'mkamda pasportim bor. Dubayga kelmay o'layman, Dubayga kelmay o'lay. Nega keldik deb afsus qilayotgani haqida gaplar tarqaldi. Hozircha shahar to'liq egallab olingani haqida rasmiy tasdiq yo'q. Vaziyat bo'yicha faqat rasmiy manbalarga tayanish muhim. To'xtovsiz. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Uyda o'tiringlar deb SMS kelyapti, uyda qolinglar deb SMS kelyapti. Pasportlarni olib chiqib olganmiz. So'mkamda pasportim bor.